Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz yangi boshlagan PUBG'chilarga eng zo'r taktika va o'ynash kuchini oshiradigan volkatlarni ko'rsataman do'stlar. Meni kanalim yangi bo'lgani uchun kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tez orada biz 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Do'stlar, podpishka qilasizlar. Men sizlarga hozir o'sha volkatlarni ko'rsataman. Birinchi volkatga kirasizlar va mana o'sha volkatni. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Mana shu volkatni nomi ham chiqdi. Xo'sh, endi do'stlar, mana bu vaziyatda bitta jijimni men bilan zajimlashmoqchi. Xuddi shu payt aytishinglar mumkin, ochiqda turgan odamni o'lding deb turgan, ochiqqa chiqqan u aybdor. Shuning uchun har doim shoshmasdan ochiqqa chiqmay o'ynashlik kerak. Xuddi shu karta mana shu narsalarni o'rgatadi. Endi u kartani men dalil qilish uchun din tashlasam, mana bu sherigi nos chakib o'tirgan bir narsa qilayotgan ekan, keyin ikkalasini ham o'ldirib